24-yanvardan 31-yanvarga qadar ob-havo ma'lumotlari e'lon qilindi. Respublika bo'yicha havo asosan o'zgaruvchan, ko'p joylarda yog'ingarchilik, kam ba'zi hududlarda tuman va yaxmalak bo'lishi mumkin. Shamol 7-12 metr/sekund, ayrim kunlar 20-25 metr/sekundgacha kuchayadi. Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik yo'q. Kechasi -13 -3 daraja, kunduz -3 daraja. Buxoro va Navoiy viloyatlarida asosan quruq ob-havo kuzatiladi. 25-yanvar ayrim joylarda yomg'ir, qor. Kechasi -8 +5, kunduzi +3 +12 daraja. Cho'llarda sovuqroq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida 25 va 27-yanvar ayrim joylarda yog'ingarchilik. Kechasi -8 +2, kunduzi -3 +12 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 25 va 27-yanvarda ayrim joylarda yog'ingarchilik. Kechasi -7 +5, kunduzi +3 +14 daraja. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida 25 va 27-yanvar ayrim joylarda yog'ingarchilik. Kechasi -7 +2, kunduzi -3 +9 daraja. Tog'li hududlarda qor yog'adi. 24dan 26-yanvarga qadar qor ko'chishi xavfi bor. Kechasi -15 -2 daraja, kunduzi -10 +5 daraja.